Musaqan Batur. Musaqan Baturning ismi Musaqan Qurban bo'lib, u 1924-yili 5-may kuni Munbat ili vadisida tug'ilgan. Uning oilasi 1927-yildan taki 1942-yilgacha bo'lgan 15 yilda Yangzingshin, Jinchurin, Jangpeiyuan, Shingsay va uning qiynatchisi Chiu Zongjun qatorliq Oqqun Xitoy militaristlarining ziyonkashliklarida xonavayron bo'lib ketgan edi. Shu chog'da Amdilla 15 yoshga kirgan go'dak bola Musaqan Nilqi tog'larga yoshiringan 22 yoshlik Hoshur Mamutovning yanida panohlangan. U Hoshurni o'z aksidek hurmat qiladi va o'ziga ulgi qilgan edi. Musaqan 1939-yildan taki Hoshur Mamutov Sovetlar ittifoqiga qaytib chiqquncha 3 yil partizanlik mahoratini va xilvat jilg'ilarda tanho yashab hayot qilishdek mahoratlarni yetildirgan. 1944-yili 14-avgustda Amdilla 20 yoshga kirgan Musaqan Qurban, Fatih Batur, Hamid Batur, Akbar Batur, Seyit Batur, Osman Batur va G'ani Baturlar bilan billa Nilqi Ulastay partizanlar atirtini qurib, partizanlar bosh atirtidagi Hoshur Mamutovning yordamchisi bo'lgan. 1944-yili 17-avgust Nilqi nahiyalik saqchi idorasining boshlig'i boshlab chiqqan 55 kishilik ot seliqni suylash atirtini Musaqan pam bilan aldab tog' ichiga akirgan. Natijada Akbar va Seyit Baturlar dushman kuchlariga keynidan G'ani va Osman Baturlar ikki yon tarafdan Fatih bilan Hamid Baturlar dushmanning oldidan ushtumtut zarba berib, Ulastay partizanlarining tunji g'alabasini qo'lga keltirgan. 1944-yili 7-oktyabr tushdan burun Nilqi bozori ozod qilingan. 10-oyning oxirida Gomindan qo'shinlari Sultan Uvays Mazari Cho'ng Qarsu va Kichik Qarsu orqali Ulastayga shiddatli hujum qo'zg'agandan keyin Oqqo'y Seyini bir mezgil ishg'ol qilib olgan bo'lsa-mu, partizanlar bosh shtabi avatgan Rafiq Baychurinning atirti keskin jang orqali Oqqo'y Seyi eg'zini qayta tortib olgan. Mazkur joydagi dushmanlarni qaymoqtirib yo'qotishda Hoshur Batur va Musaqanning roli zo'r bo'lgan. 1944-yili 7-noyabr saharda Fatih qo'mondonligidagi 3 cho'ng atratning biri bo'lgan Rafiq Baychurin va Stov Ivanlarning 3-cho'ng atrati boshqa partizan atratlari bilan bir vaqtda shaharning shimolidagi aerodrom tarafdan G'olji shahriga hujum qilganda Hoshur Batur va Musaqanlar G'oljidagi yer ag'dirishda ishiltiladigan bir necha traktorga po'lat taxtalarni o'rnatib, orqadanla har bir traktorga 2 tal pulemyotni saplab, bu traktorlarni ham tanka hem yo'tkilishchan mudofaa istehkomi o'rnida qo'llanib, qisqa vaqt ichida ko'p talafot tortmasdan Harambog'dagi dushmanlarni yo'qotishda muhim rol o'ynagan. 1945-yili 22-avgustda General Isoqbek qo'mondonligidagi milliy armiya qismlari Jingga umumyuzlik hujum boshlagandan keyin kuchlik hujumlarga bardoshlik bera olmay Sharqqa qochgan Gomindan armiyasining qoldiq qismlari Musaqan Batur boshlagan partizanlar atirtining qaqshatqush zarbisiga uchrab halok bo'lgan. Yuqorqidek fidokorliklari va yuqori tuhfalari sababidan Musaqan Batur Sharqiy Turkiston hukumati va milliy armiya qo'mondonlik shtabi tarafidan 1-darajalik istiqloliyat uchun kurash ordeni, 2-darajalik ozodlik ordeni qatorliq orden va medallar bilan mukofotlangan edi. 1945-yili 9-oyning 8-kuni Jing va Shixo tangli ozod bo'lgan kunning ertasi mag'lub bo'lib Badar qochgan qalduq dushmanlarga to'xtamay iz qo'g'lab zarba berishni kuchlik
ve qat'iy tashabbus qiladigan urush taktika mutaxassisi Oshur Mamutov ve Musaqan Batur o'zi bilan o'xshash fikrdagi boshqa 38 nafar jasur sabdishini boshlab, otlarining quyruq qismiga yantoqlarni bog'lab, Yarish vodisining to'piliq tuzlanligida 40 otni ikki tarafdan choptirib, Manas daryosi bo'yidagi Manas nahiyasiga shimol va janubdan qistab kelib, Jing va Shixoda ichinishlik shaklda tarmar bo'lib, yurk qepidan chiqib ketgan dushmanlarni aloqizodi qilib atgan. Bo'libmi ularning chapqur otlarining quyruqlariga bog'langan yantoqlar va shox shumbular yerdagi to'pichonlarni osmon pelak o'rlitib, Manasdagi dushmanlarni Qutubiga, Sanjiga, hatto Urumchiga qaytishga majbur qilgan. Xitoy Gomindang armiyasining 8-urush rayoni qo'mondoni Zhu Shaoliang 1945-yili 9-oyning 9-kuni Jiang Jiexiga arqa-arqadan 3 qitim jiddiy telegramma yo'llab, vaziyatning nihoyatda jiddiyligini ma'lum qilganda, Sharqiy Turkiston Milliy armiyasi muntizim qo'shinlarining Urumchiga orolli 2 soatlik yo'l bo'lgan Manas daryosining g'arbiga yetib kelganligi, shunga darhol tadbir qo'llanib, o'zlarini qutqizib olishni talab qilgan. 1945-yili 9-oyda Sharqiy Turkiston partizanlari yana Urumchi shahridan orolli 8-9 kilometr neri joylarga qadar qistab kelgan edi. Bu xil ahvoldan aloqizod bo'lib ketgan Urumchidagi Oqqon Xitoy aholisi tushma-tushdan qechishga boshlagan. Hatto atalmış o'lkalik hukumatni Qumulga, hatto Lanjuga ko'chirish planimi kun tartibga kelgan. Mushundaq jiddiy paytda Jiang Jiechi hukumati Stalinning Yalta yig'inida Xitoy, Jiroq Sharq va Mong'oliyada erishgan manfaatlarini e'tirof qilib, Moskvaga yolurishga boshlagan. Yarim yildan buyon Xitoyning mushkil pozitsiyasini kutayotgan Josef Stalin 1945-yili 15-sentabr kuni Moskvada maxsus Sharqiy Turkiston haqida muhim maxfiy yig'in ochgan. Shu kundagi yig'inning ro'yi bo'yicha Milliy armiya Manas daryosi bo'yida to'xtatilib qo'yilgan. 11 kun Manasni qo'lida tutib turgan Oshur Mamutov, Musaqan Baturlar boshchiligidagi 40 nafar jasur azimat 1945-yili 22-sentabr kuni kechda Naylaj Manas daryosining g'arbiy qirg'iqiga qaytib kelgan. Oshur Mamutov va Musaqanlar Manas daryosining g'arbiy qirg'iqiga qaytib kelgandan keyin O'rus boshliqlarining chora qo'llanishiga uchirgan. Fatih va G'ani Baturlar ularni Nilqiga qaytirib ketgandan keyin Musaqan haqidagi uchurlarmi tangli uzilib qolgan. Uning keyingi hayoti va taqdiri haqidagi ma'lumotlar hali ham jamoatchilikka sir peti turmoqda. Shundaqdimi Uyg'ur xalqi Nilqi Baturlari qatorida tunilgan Musaqan Baturni va uning Oshur Batur bilan birga ko'rsatgan ajoyib qahramonliklari va kurashlarini har vaqt yod etadi.